men hech qanaqa savolingizni bilmayman oldindan, Bilmaysiz. tayyorlanib kelmaganman, o'shaning uchun borini boricha gapiraman. Rostmana tan berganman. Men-ku endi kuchli taraflaringizni ko'rib olganman. Demak shunga ekan. Boshida bo'ldi. Siz ham aytdingiz buni. Bir ikkita insonlar ham aytdi. Sen qiladiganingni qilib bo'lgansan. Prosta o'zingizga boshqa fikr etgan bilan bo'ldi, men endi qo'rqmayman degan bilan ishlamaydi-ku. Nima qilasiz shunaqa bo'lib ketish uchun? Hech pulim bor o'zidan deb qo'yinglar. Pulim yo'q, lekin olamiz. Bo'ldi, miyaga уже men buyruq beraman, olamiz. Va zo'r ekan. Ha, o'g'lim, davay kalla tashlaysiz. Anhorga mundoq chiqqan daraxt bor. Bitta qo'shnim o'g'lim tashirdi. Meni ham qizim tashlaydi. Turku. Oyoqlarim qaltirab, hozir odam sharmanda bo'ladi-da. Hamma narsani to'lov bor deb o'ylayman. Sizdan meni shotirib qo'ydingiz. Nimadir qilsam qachon to'layotganman deb beraman. Nimadir to'laganmisiz yo xo'p, meni ko'ndiring, bo'lmasa yo'q, Komil opa to'lovi yo'q hammasi. Ayol kishi bilan erkak kishini endi men muvaffaqiyatga erishgan erkak kishilarni ko'rmaganman. Assalomu alaykum. Bugun biz muvaffaqiyatli ayol psixologiyasi loyihasini birinchi sonini suratga olyapmiz va birinchi mehmonimiz Gulzoda Abdullayeva, O'zbekistondagi eng taniqli bloger, Chechenka taxallusi orqali. Assalomu alaykum Gulzoda. Avvalambor yo'q demasdan bitta xo'p deb kelganingiz uchun katta rahmat. Sizga yo'q deb bo'ladimi? Rahmat katta. Bugun men psixologiyada mana muvaffaqiyatni boshqa tomonidan yoritmoqchiman. Odatda bizda muvaffaqiyat bu sonlar bilan belgilansa, ichkaridagi transformatsiya odamni psixologiyasi unga qanaqa ta'sir qiladi, shu haqida sizdan so'ramoqchiman. Savollarim bor. Bo'ldi. Men hech qanaqa savolingizni bilmayman oldindan, tayyorlanib kelmaganman, o'shaning uchun borini boricha gapiraman. Endi men sizdagi o'qimishli gapirmasam ham joy darajasiga tushuntirib berishga harakat qilaman. O'zi mana qarang, Gulzoda, muvaffaqiyatli bo'lganingizni qachon sezgansiz? Muvaffaqiyatli bo'lganimni birinchi farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin sezganman. Qarang, to есть bu ish bilan, pul bilan, qanaqadir status bilan emasda, onalik bilan belgilanganmi? Men muvaffaqiyatli bo'ldim degan effektni shunda bo'lganmi? Ha, farzandli bo'lganman. 26 yil deganda, endi 22 turmushga chiqqanim uchun bu уже meni birinchi muvaffaqiyatim. Sababi men 26 yoshgacha nimadir sotib olganman, xarid qilganman, boshqa qilganman. No, hech qanaqa katta mulk yokida nima desam bo'ladi, hayotimda bir baland o'ringa ega narsaga erishmaganman. Birinchi o'zimni shaxsiy eng katta narsam bu albatta meni farzandim, turmush o'rtog'im va farzandimdan keyin hamma narsa boshlangan. O'zingiz mana kimnidir muvaffaqiyatli deb belgilashingiz uchun mana men odam rosa muvaffaqiyatli deganda uni nimasiga qarab baho berasiz? Nimalarga ega bo'lgan odam siz uchun muvaffaqiyatli hisoblanadi? Men birovni muvaffaqiyatli deb aytishim juda ham qiyin. Sababi o'zi birovlarning hayotiga havas qilib, kimnidir hayotiga o'xshab yashashni o'zim juda yomon ko'raman. Birovni kuzatib, voy ana mana qilibdi, men ham qilishim kerak degan narsa menda yo'q. Men o'zimning olamim bor. O'zim nimadir yengil yaratishni yaxshi ko'raman va misol uchun bitta narsani ko'pchilik qarshi bo'lsa ham, qoralasa ham, men uni oq deb bilamanmi, o'sha narsani qilib ko'rishim kerak. Tanishlar orqali rekomendatsiya olgan orqali kelgansizda, o'shanda shartimiz bo'lgan, men sizni menga kelishingizni hech kimga aytmasligim kerak, hech qanaqa reklama, hech qanaqa PR mumkin emas. Men uchun shunaqa qiziq bo'lgan sizni как shaxs sifatida o'rganish. Chunki u paytda Chechenka siz уже hamma taniydi. Men bu qiz qanaqa, buni qanaqa psixologiyasi borki, bu shunchalik obro'ni ko'tara oladi. Ketma-ket farzandlisiz, o'sha payt 3-chisiga homilasiz. Уже men o'zimga rosa qiziq bo'lgan shaxs sifatida. Sizni o'rganganimdan keyin men rostmana tan berganman. Men-ku endi kuchli taraflaringizni ko'rib olganman. Demak shunga ekan. Eng birinchi kuchli tarafingiz bu g'iybat qilmaslik. Ikkinchisi hasad va havas qilmaslik. Даже havas ham yo'q edi sizda. Havas ham yo'q. Qaramaysiz hech kimga, aytganingizdek faqat o'zingizning yo'lingiz, o'zingizni belgilagan nuqtalaringiz bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, o'sha belgilagan nuqtada o'zingizga hayotda qanaqadir maqsadlar qo'yasiz-ku. Mana hozir o'sha nuqtamga keldim deysizmi yo hali bormi yo'l, uzoqmi? Yo'q, uzoq. Men o'zi maqsadsiz harakat qilaman ko'pincha. Maqsadim meni deylik 1 oylik. Men 2 yildan keyin mana bunaqa qilaman degan menda maqsad yo'q. Lekin siz aytdingizmi, kimdir aytdi, inson maqsad qilish kerak. Nevaramning ismini mana bunaqa qo'yaman, o'g'illarimning ismini uzoqroq yashaydi deb aytishdi. Shundan keyin o'ylashni boshladim. Men bu o'g'limni mamtga uzataman, men kelinim modelni chiqazib yuboraman, buni olib qolaman, o'tdan kelin qilaman degan narsalar bo'lyapti. No, men bunaqa pul topsam, men bitta bunaqa olaman yokida men bitga boraman degan maqsad yo'q. Ishlayman, pul topaman, robotga o'xshab, hamma odamga o'xshab ishga borib kelaman.
orada nimadir qilmoqchi bo'lsam, joy-joyida qilib ketiraman. O'sha kunni o'zida. Mhm. Rejasiz ya'ni. То есть muvaffaqiyat sizda qanaqadir maqsadli, то есть bu pulda emas, moddiyatda emas, hozir aytganingizdek. Bu bolalarni o'qitish, joylash, globalniy maqsadli to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Gulzoda, siz mana ijtimoiy tarmoqlarda eng taniqli, eng boy, eng shijoatli blogerlardan hisoblanasiz. Shu hisoblanaman, o'zim shuni his qilmayman, Men shuni Komila opa. aytmoqchi edim. His qilganmisiz o'zi buni? Qaysi momentda bilgansiz? Voy, men zo'r bo'lib ketibman. Men bo'ldi mashhurman degan moment. Ili o'sha o'zingizga qo'ygan blogerlarni boshlaganligingizda qo'ygan maqsadingiz, o'sha plankangizga yetib bo'ldingizmi yo hali bormi u yerda yana? O'zim maqsadsiz boshlaganman blogerni, shunchaki uyda ovqat qilib, chang-panglarni artib qo'ygan qizman. Men bloger bo'laman, lekin aytgan ekanman, hali meni reklamalarim shu darajada qimmat bo'ladiki deb men o'zimga o'zim aytganman. Chunki odamim kamlik paytida bir ikkita blogerlar reklama berardi, yarim pulni olib qolardi. Men topib berdim-ku, derdi-da, nima deysiz? Ha, bo'pti. Qo'lingizga $50, o'ziga $50 olib qoladi. Endi unda $100 edi. Sizda ham sezildimi krizis? Sezildi. Qanaqada reklama kamroq nisbatan, bo'lgan ma'noda? Mana shunaqa paytda o'zingizni voy muvaffaqiyatsizman, bo'ldi tushib ketdim, endi nima bo'laman degan xavotirlar bormi? Boshida bo'ldi. Siz ham aytdingiz buni. Bir ikkita insonlar ham aytdi. Sen qiladiganingni qilib bo'lgansan. Prosta chiqib reklama chiqsa borib kayfiga reklama olib keladigan o'sha davrdasan. Ha, bo'pti, tanlab chertib buni olaman, buni olmayman deydigan o'sha paytga yetib kelding degandan keyin, ha, to'g'ri dedim. Chunki bor shunaqa blogerlar necha yildan beri bloger bo'lsa ham tegi mashinasini o'sha arendaga olgan yoki kreditga qilib, men bilmayman, может, pul yaxshi topmagandir, yoki topgan pulni ishlatib yuborgandir, bilmayman. Shunaqa hech narsani ushlab qola olmaganlar ham bor. Mayli, Xudoga shukr, ushlab qoldim-ku, vaqtida qilib oldim-ku degan narsa bor. O'shaning uchun xotirjamman. Boyagi narsaga keladigan bo'lsak, menimcha mana bu narsa qolib ketgan. Boy odam hech kim mensimaydi, boy odam o'zidan ketib qoladi, u yoq bu yoq. Mashhur odam mana bunaqa bo'ladi deganga, может, men o'zimni mashhurligimni tan ololmayotgandirman. Men shunaqa bo'lib ketmaydi. Qani, bizda mana hozir hamma joyda aytadi, ong ostidagi programmalar odamni qadga yetib borishini belgilaydi deb. Sizda programmangizda demak boy odam odamlarni mensimay qoladi, mashhur bo'lib yomon kibrga berilib ketadi degan programma qo'rquv bor, lekin u nabarot ishlamayapti. Uni qanaqa bosib turibsiz? O'zi mana qarang, muvaffaqiyatga erishdi. Hozir mana bitta savol. Robot bo'lib ishlayman dedingiz. Mana men muvaffaqiyatli bo'lmoqchiman yoki kuzatuvchilarimizdan kimdir sizdagi muvaffaqiyat xohlayapti. Blogerlikni endi boshladi, biznes ochdi qanaqadir. Nima muhim? Ichidagi fikrlarimi, tinimsiz mehnat qilishmi yoki o'zini xarizmasi, qobiliyatimi? Birinchi o'rinda qobiliyat kerak. Eng muhim narsa bu o'xshaydi degan narsa bo'lishi kerak. То есть ichki ishonch bo'lishi kerak. Nima qilishdan tashqari qila olaman, o'xshaydi. O'xshamay qolsa-chi degan narsa bo'lsa, qilish kerak emas. Mana men biznesni nimaga qilmayman? Chunki men bilaman, men biznesni zo'r qilib keta olmayman. Men kiyim olib kelib sota olmayman, magazin ochib. Nimaga? Chetga chiqishni yomon ko'raman. Unda har hafta chiqib kiyim tanlab kelishingiz kerak ekan, men erinib ketaman. Undan ko'ra deyman, bitta reklama olaman-da, o'sha kiyimimning foydasi ham shuncha bo'lar deb o'tiraman. Lekin nimadir sotmoqchi bo'lsam, aytdingiz, Gulidish sotdim, boshqa qildim deb. Sota olaman, o'xshaydi desam, o'xshaydi. Ayting, qila olaman dedim. Hech kim reklamasiz 250 kishilik qildim. Masalan, VIP stollar 3 milliondan sotildi. Voy, qayerdan olar ekanman, shuni olisharmikan shunaqa narxga degan narsa qo'rquv bo'ldi. Oladi dedim, chunki men buni ham olishibdi-ku degan narsa bo'ldi, sotdim. O'xshaydi degan narsa bo'lsa, agar insonni o'ziga o'zi kuch bera olsa, o'xshamasa ham o'xshab ketadi. Xo'p, mana menda bor shunaqa ustanovka deymiz, o'sha o'xshamaydi, qo'rquv deylik. Hozir hammaga oson, meni qo'rquvim bor. O'xshamasa-chi, men eplolmayman, menga ish berishmaydi, mendan zo'rlar bo'lib ketgan degan. Bor bu qo'rquvim. Qanaqa qilib yengish kerak uni? Prosta o'zingizga boshqa fikr etgan bilan bo'ldi, men endi qo'rqmayman degan bilan ishlamaydi-ku. Nima qilasiz shunaqa bo'lib ketish uchun? Siz katta ishlarda qo'rqyapsiz-da, o'xshamaydi deb. Mana kuzatuvchilarni ham aytaylik-da, misol uchun. Qarang. Menda keyin gaplashamiz alohida. Kichkina narsalardan boshlash kerak, Komila opa. Mana yoshligimdan deylik, men bugun hozir oyim kelgungacha uylarni uborka qilib bo'laman. Vaqtim yo'q bo'lsa ham qilib bo'lardim. Men mana shu tomni supurib qo'yaman. Kichkina narsalardan boshlab qilish kerak. Aytadi-ku, inson bir kun uborkani planlashtirdi va cho'milib uxlashni rejalashtirdi. Uborka qildi zo'r, lekin cho'milmasdan uxladi. Miyada o'sha
qolib ketadi. Cho'milmadi bu degan narsa qolib ketadi-da, xotirjam bo'lmaydi. Xuddi shunaqa narsa kichkina narsalardan o'xshaydi deb o'shani o'xshatish kerak. Qarabotda o'xshavyapti. Уже kattalariga sekin-sekin o'tiradi. Конечно, bittadan chiqolmay hozir 5 minut olib kelaman, o'xshaydi deb ko'chaga chiqsangiz Qarang, topolmaysiz. ruschada mana bunaqa maqol bor. Целься в Луну, окажешься среди звезд deydi. То есть san oyga mo'ljal qilsang, yulduzlar orasida bo'lib qolasan. Bu qanaqa? Hozir siz aytgan gapingizga boshqacha bo'lyapti. Yoki maqsadni uzoqqa qo'yib, harakatni kichkina qilish kerak. То есть qadam-ba-qadam qilish kerakmi? Ha, bitta zinadan tepaga sirasi chiqib Chiqib qolamiz-ku. bo'lmaydi. Endi men psixolog emasman, boya aytganimdek, o'zimni Qayerda hayotimdan sizniki kelib hayot chiqib, ekan. balki men kitob bilan noto'g'ri ishlaymaniki. Lekin Yo'q, boshimdan o'tgan. qarang, men bunaqa narsa qilyapman-da hozir. Men psixologiyada ham har xil teoriya bor. Oxirgi payt o'zim shuni kuzatyapman. Bitta muvaffaqiyat bo'yicha biznes coach trenerlarni aytsangiz, bitta teoriyani aytadi. Aytadiki, mana shu san katta maqsad qo'ygin, o'shanda ozginasiga hech bo'lmasa erishasan deydi. Ikkinchisi siz aytgan gapni aytadi. Yo'q, san kattaga qilsang kuching yetmaydi, erisha olmagandan keyin samatsenking tushib ketadi. Undan ko'ra kichkina maqsadlar qo'ygin va qadam-ba-qadam o'sgin. Birinchi zinada turib, o'ngga sakrolmaysan. Sakrasang ham beling sinadi. Undan ko'ra bosqichma-bosqich chiqqan yaxshi. Men siz hayotiy anaqasiz buni, realniy rezultatsiz. Tajriba. O'shani solishtirib ko'ryapman. Qani sizda qaysi biri ishlar ekan? Qaysi biri rostdan rezultat berar ekan deb. Turmush o'rtog'im judayam qo'rquvi kuchli. O'xshamaydi. Nima bo'lsa, o'xshamaydi ko'rasan. Tushirib ketadi. Nima deysiz-ku? Mana bu gilam zo'r ekan desa, cheti yirtiq ekan. Sirasi yirtig'ini ko'radi, tushunasizmi? Ehtiyotlash anaqasidanmi? Bilmayman. Qo'rqib qolgan shu darajada. Uchastka ko'rib yotib, "Men bu uchastkani qara, yorib yuboribdi. 2 million dollar ekan. Olamiz qayerda ekan? Qayerdan olasan?" Olamiz, xudo xolasa. Dekabrlardami deyman-da. Hech pulim bor o'zidan deb qo'yadilar. Pulim yo'q, lekin olamiz. Bo'ldi, miyaga уже men buyruq beraman, olamiz. Va zo'r ekan, qimmat ekan, bizada yo'q unaqa pul degan narsa menda yo'q. Nima bo'lsa olamiz, qilamiz. Bo'ldi. Xo'p, mana shu man qilaman, men uddalayman, qo'limdan keladi degan tushuncha bolalikdan bo'lganmi yo buni qaysidir payt o'zingizda shakllantirganmisiz? Bolalikdan menda adam shakllantirganlar. Anhorda cho'milardi o'g'il bolalar. Endi bizada o'g'il yo'q-ku. Hamma qo'shnilar o'g'illarini olib olardi-da, anhorga cho'milgani borishardi. Endi unda erkak ichardi. Ichib anhor bo'yida o'tirishsa, "Ha, o'g'lim, davay kalla tasha." Anhorga mundoq chiqqan daraxt bor. Bitta qo'shnim o'g'li tashiydi. Meni ham qizim tashiydi. Oyoqlarim qaltirab, hozir adam sharmanda bo'ladi tashim. Amallab kalla bo'lmasa ham qorin tashib yurganman-da o'sha. "Qila olasan qizim, davay." Mashinani o'g'irlab ketganman adamlarnikini. Haydashni bilmayman, prava yo'q. Qo'shnim, "Men bunaqa qilsang yuradi" deganda, prosta ko'zim bilan ko'rib, "Ada bering mashinangizni yuvib qo'yaman" deb haydab Gangagacha ketganman. Qayerdan razvrut qilishni bilmasdan. Kelganman, turishibdi adam, "Voy, o'ldim hozir, kalta yeyman" desam, adam, "Qayerga borib kelding?" "Gangaga" desam, "Hayda oldingmi?" "Ha, o'tirchibdi, haydachi" dedilar. Yonimda o'tiribdilar-da. Haydab bersam, "Bo'ldi qizim, shu mashina sanga, oyingni olib yurasan, как раз qutuldim" dedilar. Ya'ni menda adam menga ko'proq ishonch berganlar. Sen qila olasan, eplay olasan. То есть sizni uddalashingizga sizdan oldin adangiz ishonganlar. Da, o'zi haqiqatdan men o'shani farzand tarbiyasi mana darslar o'taman-ku, onalar har doim bolamni muvaffaqiyatli, boy bo'lishini xohlashadi, taniqli bo'lishini xohlashadi. Lekin doim o'zligi "Sen mana shunaqasan, eplolmaysan, sen qo'lingdan kelmaydi." O'shanda aytaman, sizlar ishoninglar. Bola ota-onani ishonchini oqlashga harakat qilib ham eplab ketib qoladi. O'zida yo'q qobiliyatni ham rivojlantirib yuboradi. Hozir siz aytganingiz oyog'i titrasa ham, men adamni sharmanda qilib qo'ymaydigan anaqada shijoat bilan uddalaydi buni. Shunaqa. Gulzoda, masalan, men o'zim hayotda bitta qoidaga ishonaman. Hayotda har narsani to'lovi bor. Hamma narsani to'lov bor deb o'ylayman. Sizdan meni ishotirib qo'ydingiz. Nimadir qilsam qachon to'lar ekanman deb yuraman. Yo'q, bor odamlar bunga lekin men o'ylayman bu hayotning realnosti. Men endi mana psixologiyadachi rozовый очки taqib, hammasi yaxshi bo'ladi, pozitivniy мышление deydiganlar bor. Men realistman-da. Baribir nimadir bo'ladi. To'lov deganda bu har doim faqat yomon narsa emas. Nimadir haq evaziga nimagadir erishadi-da odam. O'sha narsaga mana muvaffaqiyatga erishishda siz bugungi kunda chechenka bo'lish uchun eng qimmat reklama ola oladigan, xohlagan narsasini qilaman desa qila oladigan chechenka bo'lish uchun nima to'lov to'lagansiz yoki
nimadan voz kechgansiz? Ayol sifatida balki bu narsa faqat bloger sifatida emas, faqat ayol sifatida ham ayolligingiz bor, 3 ta farzandingiz bor, oila bor, er bor, qaynona bor. Bu yoqda katta har kuni grafikingizda to'lib, menimcha отпуск degan narsa bormi sizda? Yo'q, Отпуск yo'q. Necha yildan beri biz отпускka? 5 yil. 5 yildan beri biz отпускka. Chunki men bilaman, dam olgani ketganingiz ham обязательно bitta operator ketadi Reklama siz olib bilan. kelaman. O'sha yerda ham ish, o'sha yerda ham syomkalar bo'ladi. Xo'p, o'shanda nimadir to'laganmisiz yo xo'p, meni ko'ndiring, bo'lmasa yo'q Komil opa to'lovi yo'q hammasini Hayotda deng. hamma narsani to'lovi bor. Men buni qachon bilganman? Chunki men turmushga chiqqandan keyin turmush o'rtog'im Allohni juda ham yaxshi tanigan inson. Nima oq, nima qora, nima halol, nima harom ancha menga ajratib berganlaridan keyin yana ham to'g'ri yashashni boshlagandan keyin mushuni urganim yo'q. Telefonim ekran singani yo'q, telefonim yo'qolib qolgani yo'q. Har bitta narsani to'lovi bor. Yerda $100 yotibdimi, olmayman hozir. Yo to'xta, mandan $1000 bo'lib chiqib ketadi deyman. Lutshi shuni ko'rmadim deb o'tib ketaman. Birovni haqqi ham xuddi shunaqa. Menda qolib ketmasa, именно menda shu to'lov yomon ishlaydi. Mana shu to'lov 10 barobar bo'lib chiqib ketadi. Endi men buni narsalarda bilganman. Lekin chechenka bo'lish uchun nima to'lagansiz deyapsiz? Hech narsa to'lamaganman bundoq olib qaraganda. O'zimni shaxsiy hayotimni yo'qotib qo'ydim. Ertalabdan kechgacha Instagram, telefon, miyada reklama, syomka, bolalarga uncha vaqt yo'q. Ota-onam bizani ota-onamiz bizga ajratganchalik biza hozir bolalarga vaqt ajratmayapmiz, bundoq olib qaraganda. Shu deb o'ylayman to'lovi. Mani shu yerda kommentariyam, men sizni o'sha aytdimu, menga sizni psixologiyangiz qiziq bo'lgan, o'rganganda men o'zim uchun xulosa qilganman. Ha, haqiqatdan siz muvaffaqiyatga erishganingizda o'sha bitta aytib bergan voqeangiz bo'lgan. Katta va'da bergansiz Alloh oldida, bo'ldi. Mana shu hamma narsani qilmayman deganingizda, men aytaman, dogovor tuzilganda, Shunaqa. o'sha kundan boshlab sizga muvaffaqiyat kelgan. To есть haqiqatdan o'rgangan yomon odatlardan, qanaqadir mana bunaqa bo'lib qolaversa, menga bo'lsa, mana shu ko'proq ovoqoliklardan voz kechgansiz, halollikni birinchi o'ringa qo'ygan paytingizdan boshlab sizda muvaffaqiyat zinasi Chechenka ishlab bo'lishni ketganda. boshlaganman. Bolalar to'g'risida aytganingizda, hozir bunga ham kommentariy qilmoqchiman. Hozir mana kameradan oldin ko'rishyapmiz. Bu yerda syomkadasiz. Birinchidan o'zingiz kutib olganimni aytdim, sizga birinchi savolim, nimaga hech qachon kech qolmaysiz? Minutiga keladilar. Hech qachon biror marta kech qolmaganlar hali. Bu sizni menimcha bitta muvaffaqiyat siringiz, punktualность, vaqt qadriga yetish, o'zingizni ham birovni ham vaqtiga qadriga yetasiz. Ikkinchisi, o'sha syomkadan oldin gaplashib turganimizda o'tiribsiz, lekin shu yerda ham bolalar bilansiz. Mustafoni bordimi, darsini o'tdimi, o'qituvchisi qanaqa, har anaqada Komil opa mana bunaqa bo'lyapti, hozir mana bu joyda bo'lyapti, bunisi mana bunaqa. To есть bor onalar 24 ga 7 bolasi bilan uyda o'tiradi, lekin bolaga siz berganchalik energiya bermaydi. Bola onani quvvatida o'sadi-da, Gulzoda. U ona yonida o'tiraversa-da, o'zi ichida недовольный bo'lib, qanaqadir ichidagi nafratli bilan o'tirganidan ko'ra, sizga o'xshab ishda yursa ham, lekin bolasiga "Men seni esdan chiqarmadim, sen meni hayolimdasan, men seni yaxshi ko'raman, senga befarq emasman" degan energiyani tarqatib turganingiz bilan u sizdan oziqa olib turadi, shu bilan o'sib ketadi. Bu joyda bolalarni anaqasiga to'lov qilmagansiz. Uyda o'tirib energiya bermayotgan onalar haqiqatan hozir ko'p narsa yo'qotishyapti. To'g'ri, balki hozir chechenka bo'lmasdan uyda o'tirganimda ham, balki yo'qchilikdan olib kelyapsizmi, mana buni qorni och, mana kiyim olib bering, bog'chaga to'lamaysizmi deb balki alamim bolalardan olib uyda nervli ayol bo'lib o'tirgan bo'lishim ham mumkin, to'g'ri. Lekin bundan ham yaxshi bo'lishni xohlaymanda. Bo'lib qolar, unaqasi ham, to'g'rimi? Yo'q, zo'rsiz Gulzoda, realni aytaman. Odamlar 5 yoshga kirganda, "Voy, bolam gapirmayaptimi?" deb qolishadi. Siz 1 yoshdan son sanab yurasiz. Bu nechta so'z aytdi, nima qilyapti, nima harakatda, nimani o'rganishim kerak, bola hozir nima qilishi kerak degan bu sizni har tomonlama rivojlanish qobiliyatingiz именно bolalarni ham zo'r energiya bilan o'stiryapti hozir. Men odamlardan eshitaman-da, blogerlar yolg'on hayot ko'rsatishadi, o'zi hayotda o'zi unaqalar emas deb. Rostdan shunaqami? Bu Instagramda boshqa hayot, o'zingizda boshqami? Chechenka boshqa odam, Gulzoda boshqa odammi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Qaysi biri sizga o'zingizga yoqadi? Chechenkadagi bo'lgingiz keladimi yoki Gulzodadagi qolgingiz keladimi? Buni majburan qilasizmi? Men bo'gim kelgan insonni chechenka qilib yaratganman. Chechenkani mana siz qanaqa tasavvur qilasiz? Jahldor,
aytganini qildiradigan, ani oyog'ini bitta bossa o't chaqnaydigan, hayotda unaqa emasman-ku. Bilasiz o'zingiz, rosa sodda, Da. tanishgandan keyin yaqin, voy bu ulug' ekan deb shuni mashtumga o'tirib ola Yo'q, qolishadi. unaqa demasdim, lekin haqiqatdan men sizni taniganimda, Instagramdagi kuchli, shaddod qizni orqasida judayam nozik qalb, sodda, judayam samimiy insonni ko'rganman. O'shaning uchun aytganmanki, menga rosayam qadrli bo'ladi. Men bu narsani qoralamayman, bilasizmi? Bemalol, men siz bilan bu haqida ham gaplashganmiz. Chunki Instagram ijtimoiy tarmoqlar bular bitta sahna deb tasavvur qilsak, u yerda siz rol o'ynaysiz, lekin siz u rolda hayotda ham eringiz bilan, bolalaringiz bilan kundalikda bo'lishingiz shart emas. Bu daromad topadigan ishingiz, ishxonada sizda Instagram. Ishxonaga kelganda o'z ishingizni qilasiz. Masalan, kompyuterda programmist ham uyda ham doimo ovqat yeganda ham programma qilmaydi-ku, ofisiga borganda programma qiladi, uyga kelganda ota yoki onaga aylanadi. Xuddi shunaqa soha deb o'ylayman. Lekin o'sha chechenkani yaratishda, xo'p, yana psixologiyaga anaqa qilsak, nimalar qilishingiz kerak bo'lgan? Birinchisini eslab qoldim. Adis sakra deganda shijoatni o'zingizda ishlatgansiz. Qarshiliklar bo'lganmi? Uyingizda, xonadoningizda, turmush o'rtog'ingiz tarafingizdan, qaynona, ota-ona, bu boshqa qiz bo'lib ko'rinyapti-ku, hayotdagi Gulzoda emasda, chechenka bo'lib chiqayotgan edi. Oiladagilarga yoqmagan holatlari bo'lganmi? Yo'q, qarshilik faqat qaynonam taraflaridan bo'lgan. Ular erim tomonidan bo'lgan. Bizani anaqa kelinlar o'zini Instagramga olib chiqmaydi, tim bo'lib boshida ro'moli yo'q. Anaqa bir ro'mol tashlab olsa bo'lmaydimi? Nima ovqat yeb chiqyapti, kameraga qarab deb rosa gapirishgan, qarshiliklar qilishgan. Lekin uyimdagilar uncha ahamiyat berishmagan. Sababi rosa ko'chalarda urushib kelardim-da baribir. O'zi tabiatan sodda, rahmdil inson bo'lgani bilan ko'chada rosa nima desam bo'ladi, yovvoyi o'zimni haqqimni talab qiladigan qiz bo'lganman. Menimcha o'sha adangizga o'g'il bo'lib berishdan Shunaqa rol bo'lsa kerak. Agar oilamizda bitta o'g'il bo'lganda ham men O'sha hozir men bo'lardim. bunaqa o'tirardim. Yo'q, u o'g'il, u Ha, aka vazifasini bo'lganda. bajarardi. Men qiz bola bo'lib, voy Komila opa deb o'tirgan bo'lardim balki deyman. Odamlarning yuziga hayotda gapira olmayman nagli. Birov bilan o'zimni o'zim urushib keta olmayman. Xilinglar bor-ku, nervimni aytilgan vaqtga kelmasa tushunmadim, san nimaga kelmayapsan? Ha, bo'ldi, xo'p. Unda nechida vaqtingiz bor deyman. Videochimga ham aytaman, hammaga to'g'ri vaziyatdan silliq chiqib ketishni yaxshi ko'raman. Lekin hayotda xohlayman, что mana shu jahldor, urushqoq bo'lishi, o'shani men chechenkada olib chiqqanman-da. O'sha yoqqa odamlarga. Farzandlaringizdan kimdir o'sha chechenkadagi xarakterda bo'lishini xohlaysizmi? Qizim, O'g'illaringiz-chi? o'g'illarimmi? Endi o'g'illarimni adasi tarbiya qiladi-da. Xo'p, ular qanaqa bo'lsin? O'g'illarim O'sha qadamini bosganda o't chaqnaydigan yigitlar bo'lishmasinmi ular? yo'q, Ularga uni qanday talab qo'yyapsiz hozir qiz farzandingizga o'zingiz ham o'g'illarga yashagan bemalol. hayotimmi deb. Ha, ularga bemalol, sizlarga vo'lni qanaqa xohlasanglar yashayveringlar hayotinglarni. Yo'q, o'g'illarim ham xudo xolisa erkak bo'lib, o'sha xotinini ham, onasini ham hurmatini joyiga qo'yadigan bo'lib, endi u menga ham bog'liqda, yaxshi qaynona bo'lishim kerak-da uning uchun. Kelinlar Bo'la rashk oling. qilmasdan, albatta bo'la olaman. Lekin bolalar to'g'risida hozir yana o'sha syomkadan oldin aytgan gapingiz menga ta'sir qildi. Yana bitta o'shani aytib bering. Qaysi? Men hozir Mersda yurib, oldin avtobusda yurganman. Muvaffaqiyat temasiga. Kecha ketyotgandik, orqada Muhammad Mersi oynasini ochib olib qarab ketyapti. Mama tezroq hayda deb. Yonimda svetoforda avtobus to'xtadi, o'ylanib qoldim. Men o'tmishda avtobusda, metroda yurganman, kelibus peshkom ham yurganman. Kelajagimni mana Mersda yuraman. Shuna o'g'limga qaradim-da, bu mana o'tmishida hozir Mersda yuribdi, kelajakda peshkom yurmasmikan avtobusda? Deyapman. Ya'ni aytmoqchi emasman, kambag'allar avtobusda yuradi deb. Pulsizlikdan demoqchiman. Nima qilish kerak shunaqa bo'lmasligi uchun? O'shani bilmayman. Nima deb o'ylaysiz, xo'p? Bilganingiz emas, o'ylaganingiz. Har holda siz hozir o'sha etapdan o'tdingiz, muvaffaqiyatga chiqdingiz. Tushib ketmaslik uchun nima qilish kerak odam? O'zimmi? Siz mana. Hamma narsani qadriga yetib, nafsini quli bo'lib emas, pul kelyapti, yoqib kelyapti, ishlatur degan narsa yo'q menda o'zi. Haligacha mana yaxshi pul topsam ham ekonom qilib,
ishlataman. Yerdan supurayotganda emas, bir xilgina bir oylikligini olib, bir kun ishlatib yuboradi. Bilasizmi? Ertaga nima qiladi, qanaqa yashaydi, umuman ishi yo'q. Manda наоборот teskarisi. Endi bolani bilmayman, bir kun o'ylayman, bolalarga anaqa qattiqqo'l bo'lish kerak, aytganini olib berish kerak emas. Ertasi kuni o'ylayman, hammasini muhayyo qilish kerak. Mana shu fikrim almashuradi. Bilmayman, bolani nima qilsam hamma narsaga shukur qilib, narsani qadriga yetadigan bo'lib, katta bo'ladi deb o'shani ko'p o'ylayman. Bunda mani ustozlarimdan bittasi biznes coach, trener bor. Judayam ko'p darsliklarni o'qitganman. Shunaqa dars aytgan. Boy oilada tug'ilgan bolalarda haqiqatan keyin pastga tushib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi deyishadi. Chunki intilmaslik, anaqa o'smaslikka bir sabab bor уже deb. Shunda aytadiki, sizlar deydi bir oyda bir marta magazinga olib kirarkanda bolalarini. Teleshka bor-ku, korzinkada ko'ra o'shani to'ldirib xohlagancha yo'q degan so'zni ishlatmasdan ushlagan narsasini olib berar ekan. Lekin keyingi kunlari, masalan, 2 oymi umuman hech narsa olib bermas ekan. To есть tanqislik bilan to'kinchilikni ko'rsatib qo'yar ekan, agar sen buni xohlasang, mendek ishlashing kerak der ekan ota-ona. Bizada teskarisi qilinadi. Bolalarga har kuni hop deyiladi. Mana kichkina bitta bugun chupa-chups, bugun kindir, ertaga shokolad, indinga pechenye olib beriladi-da, kattaroq narsa so'raganda, yo'q, hozir pul yo'q deyiladi. Ular qaytanga teskarisini qilishar ekan shuni. Sizga просто tavsiya, balki zametkaga olib qo'yarsiz, bolalaringiz mana shunaqa o'ynab ko'rishadi. Pulim yo'q, sen borib pulingni aldavasan. Mama, seni puling ko'p-ku dedi menga. Da, o'shanda aytarkansiz, pulim ko'p, lekin men senga hozir olib bermayman derkan. Shu bir marta lekin defitsitini to'ldirib beradigan. Uni miyasida, tak тоже можно deydi-yu. Shunaqa qilsa ham bo'lar ekanmi? Bir yo'q degan so'zsiz hamma narsa olsa bo'ladimi? O'shanda mendek ishlasang, u necha yoshda u? bo'ladi. 6 yoshlarda. Hozir kichkina hali. Aqlini taniganda, pul bilan muloqotga siz nima deb o'ylaysiz? Bolani o'sha bolalikdan pulga o'rgatma deyshadi bizada. O'rgatsa bo'ladimi? Men lekin hozirdan pul beraman. Hadichaga ham, Muhammadga ham, Mustafoga ham. Ko'rdik ani kuni qancha pul berganingiz. Kattalarda ham qo'yadimi? Faqat men kichkina odam ko'rinmaydim, kattalarda ham buncha pul. Yo'q, beraman. Ko'rsin pullarni qilsin deb. Baribir ular tushunmaydi, ishlatishni bilmaydi, boshqa qilmaydi. Mendan olgan puli keyin qayerdadir yotadi-da, o'shani o'zim qaytarib olaman. Men deb beraman, men senga deyman, bir xil payt olishmaydi ham. Chunki bilmaydi qayerda uni ishlatishni, qanaqa ishlatish. Торговыйga Umar jiyanim bilan tashlab ketsam, yugurib kelib, "Mama, pul tashlab ket" deydi. Umar o'rgatadi-da, "Bor oyingdan pul olib qo'ygan" deydi. "Pul tashlab ket" deydi. Bilmadim. Boshidan ko'zini to'qib o'stirgan ham yaxshi, lekin mana boy odamni yana bitta yutug'i farzandini yaxshi joyda o'qita oladi. Ta'limda pul qazanmaydi. Mana ko'pchilik men o'qiganimda hozir zo'r bo'lib ketardim deydi-ku, o'rta hol oilalar. Ularda sharoit bo'lmaganda o'qishga kirishga yoki repetitorga borishga, qiziqqan mashg'ulotiga borishga. Balki bizni pulimiz orqali bolalarni o'zini oyoqqa turadigan qilib yuborishimiz ham mumkin. Pulning yaxshi taraflari ham bor. Qarang, boshida muvaffaqiyat menda pulda emas, oilada onalik boq bo'lganimda, oila qurganimda dedingiz, lekin hozir yana pulga borib qoldik. Muvaffaqiyatni baribir balansdamikan? To есть faqat oilasi, farzand masalan, onalik baxtiga erishgan, turmush o'rtog'i bilan yaxshi munosabatda, lekin jamiyatda o'rni yo'q bo'lgan yoki moddiy ehtiyojlarini qondira olmaydigan ayollar o'zi muvaffaqiyatli hisoblana olmasa kerak baribir. Ular har doimda o'zidan nolib o'tiradi. Kamchiligi. Meni o'zimni tushuncham bo'yicha menga ham shunaqa bitta fikr bo'lgan. Boy bo'lsang, masalan, ayol kishilarda bir xilda aytishadi-da, turmushga chiqsang, karyerangga xalaqit beradi, farzand tug'sang, karyera qilishga xalaqit beradi, oila vaqt olib qo'yadi, erkaklarga oson, chunki ular bola chaqaga qaramaydi, ayol kishilarga qiyinroq deydi. Lekin ayol kishi boy bo'lgani bilan uyga kelib yolg'iz o'sha pullarini sanab o'tirish bu уже muvaffaqiyat hissini bermaydi. O'sha ko'p pullarni olib kelib, maza qilib hozir aytganingizdek, bolalaringizga sarflash, ular bilan sayohatga chiqsa odam o'sha muvaffaqiyat hissini qiladi. Muvaffaqiyat demak, все-таки balans ekanda. Ham unda, ham buni olib ketishdi. Hech tushkunlikka tushasizmi? Ko'p tushimi? Qanday fikrlar bilan olib chiqib ketasiz yoki nima qilasiz o'shanaqa paytda? Muvaffaqiyatli odamlar ham tushkunlikka tushadimi o'zi? Taniqli bo'lsangiz, hozir aytganingizdek, 20-30 yillik bir umrlik plan bajarib bo'lingan pul tarafdan, shon-shuhrat tarafidan, tanilish tarafidan nima tushkunlikka tushirishi mumkin sizni? Qanaqa chiqib ketasiz u yerdan?
o'zicha mana inson bo'lgan sari bo'lgisi keladi-da. Sinam aytadiki, agar man kuniga $500 topganimda edi deydi. Mana buni yoshda shunaqa deganman. Kerak bo'lsa kuniga 5 ming ham topdim-da. Lekin 5 mingdan keyin 50 ming derkansiz. 50 mingdan keyin 500 ming deysiz. Odam to'ymaydi odamzod. Tushkunlikka tushgan paytlarim bir xilgi payt ishi bo'lmay qolsa tushkunlikka tushaman. Nimaga kerak? Pul bor sizda. Hayronman Hammasi deysiz. yetarli. Nimaga Bilmayman, kerak? ocharchilikda katta bo'lganga o'xshayman. Urush davrida bor-ku, nonga zor bo'lib. Shunaqada katta bo'lganga o'xshayman. Yurakda g'ulg'ula bor baribir. Boshqa xavotir chiqib qolmaydimi? Bu yerda men keraksiz bo'lib qoldim. Odamlar meni unutib qolishdi degan narsa chiqib qolmaydimi? Yo'q. Nimaga unda? Yoki shunchaki harakat kerakmi sizga? Harakat kerak. Men uni sizda sezganman. Siz bitta joyda tursangiz, orqaga tortib ketadigan, siz o'zbeklar maqoli ishla tekinga bo'lsa ham ishla deydigan. Shunaqa harakatingiz bor. Bo'sh bo'lib qolsangiz, nima bo'lsa ham, уже pul kelishida ham emas maqsad, shunchaki harakat uchun qilasiz. Xo'p, o'sha paytda nima olib chiqib ketadi tushkunlikdan sizni? O'zingiz olib chiqib keta olasizmi? Qaysi fikrlaringiz olib chiqib ketadi? Nima qilasiz shunaqa paytda? Masalan, bo'sh bo'ldim. Mana o'zi qachon tushkunlikka tushaman? Mana bugun ertalab turdim 8 da, maqsadim bor, siz oldingizga kelaman. Keyin sinfdoshlarim bilan ko'rishaman. Undan keyin ukolimni olaman, keyin bo'shman degan. O'sha miyamda planim bor. Lekin ertalab turyapman, hech qanaqa ishim yo'q. Ana o'shanda men juda ham qattiq tushkunlikka tushaman. Nimaga meni bugun ishim yo'q? Nimaga men bugun bekor uyda o'tirishim kerak, kunim bekorga o'tkazishim kerak? O'tiraman, o'ylayman. Nima ishim chala qolib ketdi? Kimga nima va'da beruvdim? Tishimni nimaga qildirdim deb o'ylaysiz? Bo'ldi, boshlayman tishimni. Lecheniya oldim, to'g'rimi? Mana ishim yo'q paytlari, lekin yaxshi ham bo'ldi dedim, ishim yo'qligi. O'zimni qaratdim, tishimni qildirdim, boshqa qildirdim. Ja bo'lmaganda borib yo sochimni bo'yatib kelaman, yo tirnog'imni manikyur pedikyur qildirib, yo massajga borib kelaman-da. Baribir nimadirdan foydalana olaman, lekin uyda o'tirolmayman. Yana bitta savolim bor edi. Ayol kishi bilan erkak kishini muvaffaqiyati farq qiladimi? Ayol kishi bilan erkak kishini endi men muvaffaqiyatga erishgan erkak kishilarni ko'rmaganman. Nimaga? Bilmayman. Atrofingizda yo'qmi hech ham shunaqa? Yo'q. Tanimaysiz ham hech bo'lmasa jurnallardan, intervyulardan, televideniyadan. Endi ularni yaqindan tanishingiz kerak. O'zini bilmayman. Farqini bilishingiz uchun. Hop, shunchaki fikringiz. Ayol sifatida bo'lmasa, turmush o'rtog'ingiz bor-ku. Ayollarga onsoro deb o'ylayman. Muvaffaqiyatga erishish erkaklarga qaraganda hozirgi zamonda. Chunki erkaklarga qiyin. Erkaklarga ish kam. Men ham shu narsani o'yladim-da, siz bilan intervyuga tayyorlanib o'yladim. Erkak ayol psixologiyasi, muvaffaqiyatga erishganda psixologiyasi qanaqa bo'ladi deb qarab chiqsam, butun dunyodagi deyarli xizmat ko'rsatish sohalari 80% ayollarga ekan. Kosmetolog, manikyur, kiyim, oziq-ovqat, oshxona jihozlari, sovun, kir, hamma narsa. Erkaklarga nima xizmat qilar ekan desam, bir 5 ta narsa sanadim. Qurilish, taksi, keyin nima anaqa, xo'p, vrach bo'lishi mumkin. Erkaklar xizmat ko'rsatadigan narsa oshpaz bo'ldi. Soha juda ham tor ekanda. Haqiqatdan ayollarga muvaffaqiyatga erishish oson ekan. Xo'p, endi ayollar muvaffaqiyatga erishaversa, erkaklar muvaffaqiyatsiz bo'lib qolsa, oilada balans buziladimi yo olib ketsa bo'lardimi? Mana sizda chunki o'zingizda boshingizdan o'tgan bu. Oilada balans baribir buziladi. O'zimdan kelib chiqqan holda erim baribir o'zlarini erkakliklarini his qilib turish uchun qayerdadir yo'q deb turadilar. Yo'q, bormaysan. U to'g'ri joyga ketyapman, normalniy joyga, xohli ketyapman. Zato mazza qiladi-da. Men erkakman-da, men yo'q. Bormaysizmi o'shanda? Ha, o'sha oldin urushib talashib bo'lsa ham borardim, yig'lab, urush janjal qilib bo'lsa ham borardim. Hozir endi bundan buyon ayollar shunaqa rivojlangan bo'lsa, oiladagi balans buzmaslik uchun er-xotin munosabatida pul emas, kim kuchli emas, ishonch muhimlik bo'ladi. Agarda turmush o'rtoq bilan ayol kishi ishonchli munosabatda bo'lsa, u yerda balans buzilmas ekan. Albatta. Agarda ishonch buzilgan bo'lsa, bu yerda kim pul ega bo'lishidan qat'iy nazar, erkaklar pulli bo'ladimi, ayollarda kam ko'p pul bo'ladimi? Bir tomondan bu narsani bilasizmi, nimani kamaytirib berdi? Oilada erkaklarni ayollarni tajovuz, zo'ravonlik qilishi. Men endi psixolog sifatida bu narsa bilan ko'p ishlayman-da. Ayollar eridan kalta yeb,
so'ksa ham endi kalta yeganda shuncha shapaloq haqida gapirmayman man. Judayam yomon ahvolgacha uradigan oilalar bor. O'sha oiladagi kelishadi ayollar yig'lab, "Man kalta yedim, tam bunaqa bo'ldi." Больницаlarda yotib chiqishadi, sotrясение emas, ko'zi зренияsi tushgan, salkam ko'r bo'lib qolganlar bor. Bo'ldi, ajrash, bunaqa hayotda yashab bo'lmaydi desa, "Yo'q, qayerqa boraman, pulim yo'q-ku" deyishadi. Ya'ni erkaklar pul, mablag' tomonidan ayollarni shunday ushlab turib yashaydi. Endi buyog'iga agarda ayollar muvaffaqiyatli bo'la olsa, demak, zo'ravonlik bilan emas, ishonch bilan, muhabbat bilan, bir-biriga tushunish bilan yashab ketish mumkin bo'ladi. Hozir siz aytganingizdek, uje kim zo'rlik emas, "Xo'p bo'ldi, kelishamiz, kelishsak bo'ladigan munosabatlarga Lekin chiqadi." bor shunaqa blogerlar ham mana ayollar yaxshi pul topgandan keyin уже nima desam bo'ladi, erini mensimay qo'yadi, oyoq uchida ko'radi. Man ochuvchiman, nima edi? Yoqmayaptimi? Yashamay. Er nima qiladi? Bolasi uchun yashaydida, ikkita, uchta, beshta tug'dirib qo'ygan. Tishini tishiga qo'yib, o'sha dayus deb kommentasiya Taslim ham bo'ladi. o'qib yashaydi o'shani. Bor shunaqa erkaklar, onasi "San zo'rsan, bu borib kelaver" deb o'zimi yaqinlarim. Pulini olib xotinini mazza qilib ishlatib yuradi. Bunaqasi ham bor. Lekin man shukur qilaman, turmush o'rtog'im bilan balansimni ushlab kelayotganimizga yana bitta sabab, mani pulimga umuman tegmaydilar ham, aralashmaydilar ham yokida "Pulingdan berib tur onasi, Dubayga borib keling, yo iPhone oling, boshqa qilib oling" degan narsa yo'q. O'sha g'ururi bor, erkaklik g'ururi bor. Zato qachondir urushib nimadir minnat qilmoqchi bo'lsam ham aytadiki, "Ha, qachon menga pul o'tib qolgani? O'shda bo'ldi, man o'chaman." To'g'ri, man topyapman, oilamga sarflayapman, boshqa qilyapman. Lekin agar erkak kishi ruxsat bermasa, ayol kishi ko'chaga chiqolmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Ruxsat berib qo'yibdiki, man borib ishlab kelyapman. Mana hozir qizlarga ham aytmoqchiman. Eri ishlamaydi-da, u yoq erim ishlaydi, Xudoga shukur, lekin manchalik pul topmaydi. Hech kim sizlar ham misol uchun manchalik topmasa, должен emas, hamma bir-biridan bir xil pul topishi kerak. Alloh kimgadir ko'p, kimgadir kam beradi. Lekin agar tasavvur qiling, man ham ko'chaga chiqib ishlab kelyapman-da, ham pulimni anaqa yig'ib sefga tiqib qo'yyapman. Erimga aytaman, "Sani vazifang ko'kash olib kelish, pampers olib kelish, sani vazifang nima?" deydi. "Uyda o'tir unda" deydi. "Uyda o'tir" Deganam deng. deganam, uyda o'tir. Mana shunaqa demaslik uchun ham, unga yordam bo'lsin deb ham, yengillik berish uchun ham ishlayapman, oilamga qilyapman, kerak bo'lsa qo'limdan kelgancha ro'zg'orini ham, boshqasini ham erim ham qilmay faqat yotmaydi. 3 ta uyni remont qilyaptilar hozir. Prorabskiy nechi pul bir oyda? Eng tushirib berganda menga $1,500 hisobladi. 6 oyda bitadi dedi. Endi 3 ta uy 18 oy hisoblang, 18 ni $1,500 ga ko'paytiring. Erim tepa-tekinga prorablik qilyapti. Ertaga nima? O'tga kvartirani qo'yamiz. Pulini men olaman, erim olmaydi-yu. Kvartirani pulini to'g'rimi? Men olaman, ishlataman maza qilib. O'zlarini chalg'itib, mana shunaqa yuribdilar. Aytyapman-da, prorablik qiling, reklama qilib beraman. Chunki tochkalarigacha ham attedu qiladilar. Ko'ramiz deyaptilar. Yo'q, отношениyalarda men Dostonni yaqindan taniyman. Haqiqatdan zo'r. Mani hamma orqangizda aytadi-yu, Alfons deb. Rostdan shu odatlarini bilaman. Sizni bir so'm pulingizga yo'q deb turadi, g'ururi birinchi o'rinda. Dostonni anaqa respekt deydi-yu, unaqa ma'noda shu. Masalan, ko'pchilik aytadiki, odam o'zgarmaydi, har doim shunaqa qoladi deb. Hozirlik siz o'zgarganingizni aytib berdingiz. Adangiz uchun o'sha qaltirasa ham suvga sakragan, o'zida shijoat yo'q, shijoatli chechenkani yaratgan, shaddod emas, sodda qiz, shaddod qizni yaratgan dedingiz. Odam o'zgaradimi? Psixologiya orqali, kouchlar, trenerlar orqali siz mana tajribangizda ko'rganmisiz atrofingizdagi odamlarni oldin bitta qanaqadir xarakterda bo'lib, keyin boshqacha bo'lganini? Men pul topib o'zini yo'qotganlarni juda ko'rdim. Lekin odam o'zgarmaydi. Odam pul topgandan keyin ichidagini chiqaradi. O'sha duxi baland bo'ladi-ku. Puli bor, duxi bor deyshadi. U jim yuradi pul yo'ligacha. Labbay xo'jayin, labbay, opam, singlim, o'rtog'imni. O'sha puli bormi? Ichida kim bor? O'sha shunday yuzaga chiqadi. O'sha unga kerak emas. Bu xarakterimni ko'tarsin, bo'lmasa ketsin degan maqsadda. Lekin Xudoga shukur, ota-onam yaxshi tarbiya bergan ekan. Ichimdagi Gulzoda pulim bor deb mana chiqib keldi haligacha. Men chechenkaman, men zo'r blogerman. Men hamma taniydi, men qimmat, unaqa narsa yo'q. Даже odam 100 mingta bo'lib turib, mendan yurganlarni ham ko'rdim-da. Qatlagadir borsam ham yetib qolishadi. Voy, hozir reklamaga palonchi kelib ketuvdi.
va shu burni osmon ekan. Men sizni shunaqa deb o'yladim. Naborot ekansizlar, teskari ekansizlar deb. Men qayerga borsam ham unutaman. Men Instagramimni, chechenkaligimni unutib, o'zimni insoniylik Gulzoda sifatida chiqadi. Gulzoda chiqib, insoniylik sifatida gaplashib, ishimni qilib, "Mamni qolib bering", уже ssenariyda уже chechenkaga aylanaman, rolimni o'ynab berib, Hozir manda savol, kim pul topadi, chechenkami, Gulzodami? Gulzoda gaplashadi, chechenka pul topadi. Gulzodaning Yo'q, lekin mana pul to'g'risida to'g'ri aytdingiz. Baribir уже hamma tushunib oldi bu narsani. Menimcha odamni asliyatini ko'rsatib beradigan indikator deymiz pulni. Lekin hayot davomida qanaqadir qiyinchiliklarga uchraganda yoki bo'lmasa o'z ustida ishlab rivojlanib o'sganlarni ko'rganmisiz? Mana oldin sodda oddiy odam bo'lgan, pulni buzmagan deylik masalan, даже siz aytaylik. Psixologiya bilan, coaching bilan fikrlarni psixologiya deganda biz qanaqadir nazariy kurslar, bir narsalar to'g'risida emas. Psixologiya bu insonni fikrlash tizimi, qarorlari, xulosalari va odatlari demoqchiman. O'shalarni o'zgartirib o'zgargan odamlarni ko'rganmisiz? O'zini ustida ishlab rivojlangan. Yo'q, qarang, o'zini ustida ishlab rivojlangan, boyib ketganlarni ko'rganman. Endi otini aytolmayman. Lekin ular yomon bo'lib turib yaxshi bo'lib qolmagan, yaxshi bo'lib turib yomon bo'lib qolmagan. Puli yo'q edi ham, qanaqa xarakterda bo'lsa ham, puli bor edi, u avj olib ketgan. Aytmoqchimanki, yomon inson psixologga borib yaxshi bo'lib qolganini men hali ko'rmadim. Ko'rmagansiz? Yo'q, xarakteri o'zgarib, butunlay o'zgarib bo'ldi men. To'g'ri, harom ishlarini tashlagan bo'lishi mumkin. Mashinnik bo'lsa, uni tashlagan bo'lishi mumkin. Yoki bir to'g'ri yo'lga qaytgan bo'lishi mumkin. Mana ichidan qanaqa hasadi bormi, g'ayrligi bormi, ketmaydi u narsa. Qoladi. Nimaga? Masalan, lekin men tajribamda shu narsalarni ko'raman. Balki sizga shunaqa aldab ko'rsatarman o'ziga. Yo'q, men aldab emas, chetdan odamlarni kuzataman. Hayotdagi bir ikkita vaziyatlar, masalan, oddiy aytaylik, hozir aytganingizdek, uyda doim xotinini kamsitib, zo'rlab, yomon bo'lgan otalar birdan mehribon bo'lib qoladi. Lekin o'sha yerda qanaqadir переломный moment deydi-ku, hayotda bitta vaziyat bo'ladi. Qadriyatlar shunday o'zgaradi, voy, men bekor shunaqa qilgan ekanman degan xulosa keladi. Uni aytayman, faqat psixologga borib ishlash shart emas. Hayotdan qanaqadir zarba yegan bo'lsa, qanaqadir vaziyat bo'lgan bo'lsa, o'zgarganini ko'rganman men lekin. Yo'q, qarang, urushib so'kib devasiz-ku. Ular o'zgarishi mumkin. Mana otalar devasi demay, u er sifatida, masalan, er o'zgargan bo'lsa, sizda Doston o'zgardilarmi? Mana boshida uchrashgan paytinglar qanaqa edi, hozir qanaqa? Xuddi o'shanaqamisizlar yoki o'zgarishlar bormi munosabatinglarda? O'zgarishlar bor. Boshida yaxshi edi. Boshida yaxshi edi, o'shancha yerga teguvdim. Nima yaxshi edi? Hozir Doston ham bo'lsalar xuddi shunaqadirdilar. O'zi aytdim-ku, variant menda turuvdi. Ikkalovinglarni er-xotin munosabati deb podkastga urush ketadi yozmashdi. Doston. O'ptim bor-ku unda. Yarashtirardim. Dostonni ham yaxshi bilganim uchun chaqirgim keldi bir shunaqa-anaqada. Nimasi hozir yomon? Bizni birinchi tanishganimizda men shamollab qolgan edim. O'shanda menga dorilar berib, o'zlari sefraksionlar berib, 16 larga olib borib, ukollar qildirib, doktorlarga ichib oldingizmi, nima shunaqa mehribon edi. Turmushga chiqdim. Chiqqandan keyin qaynonam ishlamaysan, bo'ldi, uyda o'tir, kiprik qilardim-da. Urush janjal ko'p bo'ldi. Baribir urush janjal er-xotinning orasini qisman darajada bo'lsa ham sovutar ekan. Keyin hozir sezyapman, uni kuni isitmalarni boshqa qildim. Issig'im chiqyapti dedim. Yo eshitmadi, eshitmaganligi oldi. Kecha turibdim-da, dedi. Issig'im chiqyapsa, uf dedi, suv bilan dori olib kelib berdi. Oldin yugurib borib olib kelib berardilar-da, deylik. Baribir odam qancha ko'p urush janjal bo'lsa, orasi qisman darajada ham soviydi. Oldingidagi bir-biriga mehribonchilik, iliqchilik bo'lmaydi. Lekin bir-birimizsiz tura olmaymiz. Anaqa bir kunga ular qayergadir ketmaydilar yoki men ketmayman. Sirazi urushsak ham qattasi kelvasmi, mana shunaqamiz. O'sha chol kampir bo'lganmiz. Bir-birsiz yasholmaydi chol kampirlar deydi-ku. Hozir agar aytaman, Doston shu yerda bo'lganda, men bilaman nima deyishlar. San ham o'zgargansan, oldin boshqacha kutib olarding kelganimda. San mamnaqa qilarding, hozir qilmaysan degan bo'lardingiz. Doston aniq bilaman buni. To'g'ri. Bu tabiiy holat, Gulzoda. Bu siz mana turmush ikkita yosh yigit qizlar uchrashganda yoki yosh er-xotin bo'lgan paytdagi boshidagi euforiyalar umr bo'yi u bo'lmaydi, lekin bo'lmasa siz bilan yana bir ozgina bir 5 yildan keyin bitta intervyu qilamiz. Yo'q, o'zgardi deysiz. Yana o'sha boshidagi munosabatlarga qaytasizlar.
5 yildan keyin. Chunki 10 yil o'tishi kerak. Ha. Hozir sizlarda bir 5 yil bo'lib qoldimi? Yana bir 5 yildan keyin o'sha boshidagi munosabatlaringizga qaytasizlar. Bu bosqichli munosabatlarda tabiiy holatda. Er-xotin tasavvur qiling, siz o'sasiz, eringiz o'sadi, orada bolalar tug'ildi, tashvishlar tushdi, ro'zg'or tashvishi tushdi. Oldin maqsadinglar bir-biringizga yoqish edi. Hozir maqsadinglar oilani dalsha olib ketish. Uje bolalar katta bo'lgandan keyin yana o'zinglarni bir-biringizga yoqishga qaytib kelasizlar-da. Shunaqa Ha, etaplari xudo bor. xohlasa. O'shaning uchun yana bitta eslaymiz buni bo'lmasa keyin. Gulzoda, bitta narsani kuzataman. Odamlarda hozir aytdingiz-ku, muvaffaqiyatga erishishda o'zida ishonch bo'lishi kerak. Men qila olaman degan. Shuni yoniga men o'zimni kuzatuvlarim, mana analizlarim bo'yicha men endi ko'proq baribir psixoanalitikman-da, odamlarni kuzatib yuraman. Aytaman, siz bilan ham qiziqqanim, nima bilan qanaqa qilib shu joyga kelgan bu ayol degan. Nimada bo'lgan, inson o'ziga ruxsat berganida biror narsaga ega bo'lishdi. U o'sha narsaga ega bo'la oladi. Biza siz bilan esingizda bo'lsa, birinchi marta chetga bolalarsiz chiqaman degan paytingizda Turkiyaga ketishda o'zingizga to'sqinliklar chiqqan-ku, yo'lingizda xo'jayiningiz yo'q degan, qanaqa bolalarsiz o'zing ketasan, keyin yana nimadir yo'q degan. Men aytganman, Gulzoda, siz aslida o'zingizga o'zingiz ruxsat bermayapsiz deb, yoki mer sovotgan paytingizda ham har safar jahli chiqib, uf, yana o'zim ruxsat bermayapmanmi dirdingiz. Keyin borganingizdan keyin havasim keldi desam, o'zingizga ruxsat bering deb yopsa bergansiz. Men lekin tan olganman, что haqiqatdan menda ichkarida sizga o'rgatdim, lekin o'zim o'sha narsaga ruxsat bermaganim bilan. Qo'shilasizmi shu fikrga? Har bosqichingizda o'zingizga nimaga ruxsat bersangiz, ega bo'lishga, o'sha narsaga ega bo'la olasiz. Qo'shilaman. Mani yonimda tajriba o'qiyonchasi bor-ku, xonali uyda Bu ham yashaganimizda. целый istoriya bo'lgan. Gapirmang. Hadichaga Lekin hozir qarang, ancha kurashib anaqa qilasiz, Ha, katta ha, ha. narsalarga. Hadichaga 2 qatman, 2 o'g'lim, o'tinyankalarim yo'q. Bitta bolam adamnikida, bitta bolam qaynonam bilan bog'chaga soat 12 da yetib boramiz. O'zimni borib tashlashim kerak. Aytyapman, nyanka kerak, hozir qatga keladi bu yoqqa. 3 xonali uy, qatiga olib kiraman. Bu tug'ilsa nima qilaman? Qovurdog'im qayerda qilaman? Adasi uyoqlik. Voy, bu uy yomon. Bular remont qo'l uchida qiladi. Bular u qiladi, bu qiladi, qo'rqitib turganlar meni. Keyin bitta psixologga bordim. O'sha pul bo'yicha aynan psixologga bordim-da. Siz pul topasiz, lekin o'zingizga komfort yaratmaysiz. Pul nimaga kerak sizga? Tashlab yuboring musorga dedilar. Bo'ldi, xo'p dedim-da, shundan chiqdim. Maklerga telefon qildim. Nima bo'lsa bo'ldi, tavakkal. Bitta uyni ko'rsatdi, yo'q bu kichkina dedim. Raketga olib bordi. Yoqdi dedim. Egasini chaqirdi, baraka qildim. Ertasi kuni borib odamlar bilan kechqurun notariusdan anaqa kadastrlarni tekshirib, nomimga qilib oldim. Keyin uyga kelyapman, anaqasini devorni taqqilasam, gipsokartonika erim qo'l ichida qiladi. To'ppa-to'g'ri chiqqanda, ya'ni oshxonada fartuki ham plastmassadan ekan. Sal yopishtirib ovqat qildim, yonib ketdi. Keyin erim kafelga alishtirib berdilar. Lekin zato baxtlimiz edi. Chunonsim nyankalar bor, bolalarning rejimi bor, 9 da uxlaydi. 9 da turadi. Baribir nimadirga erishmoqchi bo'lsangiz, nimadirdan ketishingiz kerak. Ha, mana shu yerda muvaffaqiyatga baribir to'lovi bo'ldi. To'lovi bo'ldi. Nyanyalar oldingiz. Nyanya oldim, bolalarimni rejimga soldim, uyim toza, sharoit bor, bolalarim yugurib yurishiga mazza qilib, komfort bor. To'lovim nima bo'ldi? Qo'l uchida qilingan remont bo'ldi. Lekin to'g'rilasa bo'ladi, to'g'rimi? Boshda endi remont qilib ola olamiz. Lekin aytmoqchimanki, ko'pincha men tavakkal qilaman, yaxshi tarafga ishlaydi. Ko'pchilik tavakkal qiladi, yeb qo'yadi. O'shaning uchun tavakkal qilishdan qo'rqadi. Amanda naborot tavakkal ishlaydi. Demak, baribir psixologiya bilan shug'ullanganingiz, o'sha bitta gapi shundoq tegib ketgan. O'zingizga nimaga men ruxsat bermas ekanman degan narsa o'shalarning gapi ochilgan. turtki bo'ldi. Shu turtki qidirib bordim-da. Ochilib ketadi. Xo'p, ruxsat bera olmayotgan odamlar kuzatuvchilarimiz orasida bor. Oddiy kichkina narsaga ruxsat bera olmayapti o'ziga, kichkina muvaffaqiyatga. Nima bo'lishi kerak? O'sha naprolom borish kerakmi? Men qilaman degan jahlda borish kerakmi? Yo'q, qarang, mana bunaqa narsada oldin yaqinda shuni esladim, poytaxtdan o'tib ketgan. Va shu tam rosa qimmat anaqa poytaxt mo'la, shu yerdan ham odamlar kiyinadi-ya. Derdimda o'tib ketardim. Yoki Dubaylarga borganda odamlar restoranlarda ovqatlanib o'tiradi-ku. Ovqatlari ham qimmat bo'lsa kerak, takoylar o'tiribdi deb o'tib ketardim. Pulim bor, kirib yesam bo'ladi. Endi boy emasman. Nimadir kirib ovqat yeyishga yetadi, lekin qo'rqardim. Hozir ochsam menyuni, bitta ovqat 200 ming bo'lsa-chi, bitta ovqat 100 ming bo'lsa-chi, pulim yetmasa-chi degan narsalar menda qo'rquvlar juda ham ko'p bo'lardi. Va bu
qo'rquv man pul topganimdan keyin ham manda qoldi. Man haligacha yetmasachi degan qo'rquv bor. bor edi. O'sha chechenka bo'lib 1 yil davomida man o'sha nima desam bo'ladi, oddiy joylardan kiyindim. 99 ming, 300-400 minglik kiyimlarni kiyib yurdim, boshqa qildim. Sababi ana ekonom qiling, ertaga nimadir bo'lsa pulsiz qolib ketmaydigan narsa bo'ldi. Lekin unaqa emas ekan. Mana hozirgi kunda ana kunda kiyim oldim, $170 ekanda. Siz o'zingizga qancha investitsiya qilib o'zingiz maza qilsangiz, shundan siz yana ishlaysiz, yana pul kelaveradi. Kambag'al bo'lib qolmaysiz, lekin baribir keladigan joy bo'lishi kerak. Ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. Masalan, Mantiqan. 3 millionga ishlasangiz, restoranga kirib 2 millionga ovqatlanib chiqing Qarzga degani emas. yashaydiganlarchi mana hozir shunaqalar ham bor-u, muvaffaqiyatli ko'rinish uchun yoki bo'lmasa o'zini shunaqa emotsiyasini sotib olish uchun bir dofamin deymiz, buni o'sha mazza qilib olish uchun voy men qimmat kiyim kiydim, zo'r ovqat yedim deganda qarzga, kreditga kirib ketayotganlar bor. Xo'p, qarang, muvaffaqiyatga erishish uchun odamda qarzi bo'lishi kerak emas. Men kredit bir marta umrimda olganman. 2010-yilmi esimda, yo'q, 2013-yil shekilli. iPhone 6 olganman. 2 yilga oyiga 200 ming so'mdan bo'lib berishga bankdan olganman. Ishoning, topolmagan paytlarim, oylarim bo'lgan. Yig'lardim o'tirib. Bu oy 200 ming topolmadim. Telefon yo'q, o'zi mikrovolnovkada yonib kuyib ketgan. Nima, telefon mikrovolnovkada nima qilyapti? Uylarni uborka qilganman, oyimni xursand qilaman deb. Mikrovolnovkani ichlarini artganman, unda sinim qilardim. Artganman deb bitta yoqsam, aylanyaptimi, ko'rinmayapti. Svetini kuydirib qo'ydimmi dedimda, spishkamni yoqdimda, ichiga qo'yib turib, yopib bitta yoqsam baba qildi, simbolik gold rangini. Mikrovolnovka sariq bo'lmaydi-yu. Obbo dedim, Malikaga borsam tuzalmaydi, bu pishgan dedi. Yo'q, telefonga oyiga 200 mingdan to'ladim. O'shanda qasam qaytib hech kimdan kredit olmayman deb. Mana hozir hech kimdan qarzim yo'q, lekin men ham bir xilgi payt nimadirdan qarz bo'lgim keladi va bo'ynimda qarzim bor. Bir ostanovkadan kofe olaman qarzga. Ana buni shuni aytib bersangiz rosa kuldim. Telefonda gaplashyapmiz edi. Nimadandir gap chiqdi, nima bo'ldi? Esimda yo'q boshi, keyin shunaqa men ham pulsiz yuribman ko'chada. Gulzoda, siz pulsizmi desam, ha, spetsialniy inogda qilib ko'raman deyishdi. Mana Komila bu ham dofaminmi bilmayman, mana sizga shunaqa chuvство. Qarz berib turing desam, va pulingiz yo'qmi deydim. Kofechiga pulim yo'q desam ishonadi. Shunaqa dedingiz o'sha ha, pulim yo'q yo'q edi dedilar. Pulim yo'q, kechqurun beraman desam, "Xo'p, yozib qo'yaman" dedi, yozib qo'yadi. Bu ham sizga emotsiya beradi. Nima emotsiya? Men o'sib ketmadim. Men zo'r bo'lib ketmadim. Men birovni haqqini yeb ketmadim, men olib kelib berdim degan narsa beradi. Oldingi anaqalarni yopib yurasiz hali, gishtaltlarni. Mana hozir bildim shu narsani. Men birovni haqqini yeb ketmadim, mana qarzimni olib kelib berdim degan narsa bo'lar ekan menda. Yo'q, bu yerda keyin menimcha men kamtarligingizni ko'rsatish, men kibr, men zo'r, mana pulsiz ham bo'lishi mumkin. O'zingiz tupikka tiqib yana olib chiqqaningizni emotsiyasini berib turasiz-da, qo'rquvingiz tushib ketib qolsam nima qilaman demaysiz-da. Mana tushib ketib qolsam mana shunaqa bo'ladi. Hop, bundan ham chiqib ketaman degan. Qarzga olib. O'zingizni olib chiqib keta olishingizni emotsiyasini berib olasiz menimcha. Shunaqa bo'lsa kerak, xo'p. Erim aytadi. Puling bor-ku, payment qilib yuborgan. Anta o'lib qolsang bo'yningda qoladi, oxiratga. U narsa yo'q deyman, tushunasizmi? Men yashayman kechqurungacha, chunki deb ana miyada bor signal, men olib kelib beraman degan narsa bor. Shu gapingizni kecha men bitta mijozim bilan o'tirdim. Ular ham bolalik istoriyasini aytib bersa, juda dahshatli bolalik, qo'rqinchli. Otasi pichoq qadagan, onasini pichoqlamoqchi bo'lgan, shunaqa travmada o'sgan ayolda, lekin bugun yaxshi muvaffaqiyatda, mana Maldivaga borsammikin, Baliga borsammikin deb o'ylab o'tiribdi. Keyin men o'zim uchun analiz qilib oldim. Xo'p, psixologiyada aytishadi, otasi bilan munosabati yaxshi bo'lmagan ayollarda, umuman insonlarda pulda muammo bo'ladi. Buni munosabati aniq yaxshi emas. Ishlayaptilar, mana terapiyada, boshqalarda o'qiydilar, ancha yopilgan hozir, lekin hali alam, abida turibdi. Endi og'riqli kuchli bo'lgan. Qanaqa qilib yechgan? Menga qiziqdi yana. Xo'p deyapman. Mana siz qanaqa qilib bugungi holatingizga erishgansiz? Chunki adangizga xafaligingiz qolib ketgan-ku desam, siz aytgan gapni aytdilar. Men oldin doim hamma narsada o'zimni tiyardim. Keyin lekin bir moment dedi, erimni xiyonati bo'lib qoldi.
shundoq alamimni olaman deb o'zimga ruxsat berishni boshladim. Qarasam hamma narsa yaxshi bo'lib ketdi dedilar. Puldan ham, erimdan ham yaxshi. Erimni ham главный puli yaxshi bo'ldi dedilar. Eng qizig'i uni ham puli yo'q edi. Men o'zimdan tiymayman deyishim bilan erimga pul keldi. Keyin men pul o'zimga sarflashni boshladim. O'sha narsa men ruxsat beraman o'zimga degani o'stirar ekan. Lekin kreditlar, qarzlar haqida men ham xuddi shu sizdagi fikrdaman. Bu narsalar odamni hayotda umuman emotsional qarzda yashaydiganlar ham bor-da. Ular aslida pulni o'rniga kichkinagina bitta emotsiya sotib oladi. O'sha wow degan, mazza qildim degan, uni to'lovini u 15 minutda his qilib bo'ldi. To'laydigan vaqti u yillar bo'lib ketib qoladi, uzoq bo'lib. Xo'p, muvaffaqiyatga erishishingiz uchun shaxsiy hayotingizni ommaga ko'rsatish har kuningiz ommada. Kasal bo'lsangiz ham, xursand bo'lsangiz ham, tashvish bo'lsa ham, qo'shningiz uyi yonib ketganda ham shu oyingizlarni, qo'shnilarida hammasi bu qanchalik sizni charchatadi, qanchalik mazza beradi. Masalan, hozir Instagram tugasa, siz shaxsiy hayotingizni ko'rsatmaydigan bo'lib qolsangiz, dopamin yetmaganlik effekti bo'lib qoladimi? Bo'lib qolsa kerak, ha. Baribir video beraversam kerak. O'zingizga O'zimga o'zim videoga olib, hammaga qiyin tashlab. bo'lmaganmi boshida bu narsa? Mana ssenariy bo'yicha reklama olish bitta tomoni edi. Har kuni har qadamingizni aytib yurish boshqa tomoni edi. Xuddi kimgadir отчет topshirayotgandek, shaxsiy hayotini yashamayotgandek effekt bermaganmi? Yo'q, qarang mana. Bizga hozir inglizcha gapirish qiyin. Ingliz oilada tug'ilsangiz inglizcha ya'ni aytmoqchimanki, boshdan bu narsaga o'rganganman. Menga qiyin emas. Qanaqa uyingizda hamma ommaga Yo, tushmadingiz. Blogerlikni boshlaganimda srazu shunaqa chechenka bo'lishimdan oldin ham 1000 ta odam ko'radimi, 1,5 ta odam ko'radimi, mana shunaqa istoriya qo'yib yuraverardim. Karantin paytida ham maska sotganman, boshqa qilganman. Demak, o'zimga yoqqan ekan. Mana bunaqa qilyapmiz, mana bu yerga keldim, mana bunaqa qildim deb, demak, o'zim mashhurlikni xohlaganman-da boshida. Mashhur bo'lishni xohlaganman. O'zi anaqa yoshligimda oyim ana palonchini qizi gazetada chiqibdi, televizorda chiqibdi desa, balki ichimda travmam qolib ketgan. Men ham hali mashhur bo'lib ketaman. yopishchi Chiqaman. Даже kinoga olinglar deb ham borganman bir marta, olishmagan. Hozir chaqirib yotishgandir. Yo'q, chaqirishmaydi. Bilishadi, o'ynamayman. Qarang Gulzoda, bitta teoriya bor, nazariya anaqada. Накопительный effekt deydi. Mana yig'ilib boradi-da, odamlarni, masalan, siz blogingizni aytsak, siz Instagram nechinchi yildan beri yurg'izgansiz? 15 ekan. 15-chi. Muvaffaqiyatingiz qaysi yili kelgan? O'zingiz mana aytganingiz. O'shani aytmadingiz. Qaysi momentda siz o'zingizni Instagramda muvaffaqiyatliman deb his qildingiz? 2021-yil muvaffaqiyatliman deb his qilganim. Qaysi etap, mana 1 million bo'lgandami yoki reklamangizni narxi qanchadir bo'lgandami yoki qaysidir videongizni prosmotri shuncha bo'lgan, qaysi etapda o'zingizni shu Instagramda men bo'ldi, mana muvaffaqiyatli zo'r blogerman degan anaqangizga his qildirgan? Istoriya prosmotrim 100 ming bo'lgandi. O'shanda uncha odamda 100 ming emas edi. Men qizlarga gruppaga tashlab turardim. Qizlar bugun 50 ming bo'ldi. 60 ming bo'ldi, 70 ming, hali 100 ming bo'ladi, qarasi 100 ming bo'lganda, mana 100 ming bo'ldi. Shuni tashlaganimda his qilganman. Что men etapga yetib keldim. Ana endi o'sha etapingizni 100 ming prosmotr istoriyada ko'rish uchun siz men bitta ko'p yil 15-yildan beri mehnat, 13-yil bo'lgan o'sha? 2021. 21-yilgacha qarang, 6 yil mehnatda bo'lgansiz. Lekin odamlar, shaxsan men Ha. o'sha sizni pikida ko'rganman. Men uchun masalan Gulzodani o'sha srazu nomer 1 blogerdan boshlangan istoriyasi, u yoqni ko'rmaganman. Hayotda hammada shunaqami yoki bizga faqat shunaqa mana zo'r ko'rinadi-da, orqada qilingan mehnat ko'rinmaydimi yoki odamlar o'zi his qilmagani uchun ko'rsatilmaydimi bu? Mana yo'q tarafi bo'ladimi обязательно yoki birdan omadi kelib, birdan zo'r bo'lib ketadiganlar bormi? Birdan zo'r bo'ladiganlar ham bor, lekin ko'ryapman, birdan zo'r bo'lganlar birdan tushib ketyapti. Birdan pastga tushib ketdi. Chunki ularda tajriba yo'q, opit yo'q. Ertaga qaysidir videosi 10 million bo'ldi, istoriyasi 100 ming bo'ldimi? Qayerdadir o'zini yo'qotib qo'yadi. Biz mana tepilib, turtkiq bo'lib, urilib, erim "Oy, uni qo'yma, buni qo'yma", u bilan urushib, demak hozir men bitta jim bo'lishim kerak. Menga bunaqa atvet qilishim kerak emas. U tegib ko'radi, sizni tushirmoqchi bo'lib, "Falonchi otingiz yetmaydi", lekin sizligingizni hamma biladi. U namyoq qilib ko'radi, hozir men bu bilan urushib ko'raman, qani nima derkan. O'sha
qiyinchilikdan etapdan o'tib kelsangiz, siz уже pishasiz. Mhm. Pishganingizdan keyin sizni yiqitish ham, siz o'zingiz tushishingiz ham qiyin bo'ladi. Chunki Mhm. sizda tajriba bor. Mhm. A, muvaffaqiyatga erishdi demak, omadni roli kam. То есть Kam, kelgani kam. bilan tushib ketish kuchliroq emas. Shunaqa, Demak, ha. mehnat и Mehnat. tajriba kattaroq anaqa Ha. qiladi. Siz o'zingiz mana sizga motivatsiya beradigan, hali aytdingiz, men havas ham qilmayman, hasad ham qilmayman, lekin xo'p, O'zbekistonda bo'lmasa ham boshqa joyda bormi siz vau deb kuzatadigan blogerlaringiz? Vau Mendan deb ham zo'r-ku, mana shunaqa bo'lishni xohlayman deydigan. O'zbekiston bo'lmasa ham masalan. Men o'zim подписанныйman. Mhm. Niki esimda-yu, o'sha chiqqanda ko'raman lentasida. Bitta er-xotin bor, hozir 2 qat, bolalari ham bor, katta-katta. Uchastka olishdi. O'sha Chetroni o'zi yashardi. Chiqib qolganda подписка bo'lganman. Pomidor ham ekadi, bodring ham. Полный Mhm. ekish bilan shug'ullanishadi-da, Mhm. ham blogini yurg'izadi. Odamlar ko'radi-da, mana mendan ham ko'p odam uni ko'radi. Mhm. Reklamasi bor. Lekin bolalari tovuq, mushuk, kuchuklar bilan qishloqdek katta bo'lyapti. Men o'shalarga havasim keladi. Mhm. Qarang, ham bolalarga bizani yoshligimizdagi ko'rsatib. tabiatni berib Mhm. turib, ham o'sha motorikalarini ishlatadigan narsalar bilan o'sha uylarda ham yashab turib, ham blogini ham yurg'izyapti. Mhm. Bloger bo'lish uchun, blogini yurg'izish uchun shart emas u qasrda yashashi yoki universitetda yurishi. Oddiy anaqadan ham o'ziga sharoit qilib yashasa bo'ladi. O'shalarga havasim keladi. Bu muvaffaqiyatingizni hozir erishib turgan joyingizda, masalan, endi balki buni ko'pchilik bergandir endi. Turmush o'rtog'ingiz bo'ldi, yig'ishtir deb qolsa. Birinchida unaqa demanglar. Yo'q, masalan-da desa. Menimcha yig'ishtirmagan bo'lardim. Mhm. Yo'q, yig'ishtirmagan bo'lardim. Nima qilasiz? Yo ajrashamiz, yo qolamiz desalar. Ajrashmasdan davom ettiramiz. Psixolog olib borardim. Ko'ndirishga. Yo'q, men ko'ndirib olaman. Yo'q, qanaqa qilib odamlar boy bo'lish uchun mehnat qilyapti-da, pul topish uchun mehnat qilyapti. Qanaqa tayyor biznesni tashlab chiqib ketasiz? Mhm. Yo'q, men birinchida erim anaqa shartda ham qo'ymaydilar. Конечно. Ikkinchida men ham yo'q degan bo'lardim. Mhm. Ну, хорошо. Nima savollar Endi bor sizga o'zi? savolim bor. Xo'p. Qiziq ekan, qani nima deysiz? Endi sizga savolim bor. Qarang, yoshligimda o'rtoqlarim, xolam Amerikadan olib kelibdi, xolam ham naq qilibdi, xolam ham derdi, eshitardim. Endi men jiyanlarimga xolaman-ku, hozir endi o'zini aqlini taniydigan yoshga yetib kelishi. Bittasi 15 yosh, bittasi 13 yosh, bittasi 9 yosh. Xo'p, endi men ular bilan yaqin emasman. Qanaqa o'zi bilasiz, men o'tirib asalim, jonim, unaqa narsa yo'q. Lekin men shunaqa narsa qilmoqchimanki, ular endi o'rtahol oilada yashaydi. Bir kun bittasini olib borib polni kiyintirib kelsam ham o'zi xohlagan, chunki menda sharoit bor. Ikkinchi hafta bittasini polni bitta sezonga kiyintirib kelib, keyin men o'shanda meni ular yaxshi ko'radimi, xolamni bu yoq pulim uchun yaxshi ko'radim. Mana hurmat qilib, mana shu xolam meni yoshligimda mana shunaqa narsalar olib berardi, aytganimni qilardi, men zo'r olib yurardi. Kurtoy xolamda deb shunaqa fikrda qoladimi ular yo ertaga olib bermaganingizdan keyin qiladimi? Shuni sizdan so'ramoqchi edim. Yo'q, o'zi mana bu tushuncha pul uchun yaxshi ko'radi degan tushuncha noto'g'ri tushuncha. Odam yaxshi ko'rganda обязательно baribir nimadir yaxshi xislati uchun yaxshi ko'radi. Masalan, sizga urib turgan, sizni jazolab turgan, baqirib turgan odamni yaxshi ko'ra olmaysiz. Ming xohlasa ham, mana oliyjanob odam bo'lsa ham urganni yaxshi ko'rmaysiz. Pul orqali bu tan olish, ko'rish, uni xursand qilish, men seni ko'rdim, sen borsan meni hayotimda degan effektni beradi-da. Bu bolaga aytganingizdek motivatsiya ham bo'lishi mumkin. Bu yerda eng anaqasi jiyaningiz emas, jiyaningiz uyiga borgandan keyin uni ota-onasi sizga nima baho berishi. Agar ular o'zicha zo'r bo'lib ketganda, bu xoling mana shunaqa san pul bilan sotib olyapti desa, bola hali toza joyida, yaxshi fikrda bo'lsa ham уже mendan nimadir xohlayapti deydi. Agar ota-onasi qara, молодец, sen ham shunaqa bo'lishga harakat qilgin, qancha seni yaxshi ko'rdi, tanladi, hammani jiyani orasida olib bordi desa, men ham shunaqa bo'laman deb motivatsiya beradi. Bu yerda ota-onani g'ayrligi va samimiyligi rol o'ynab beradi jiyaningizga. Unda ota-onang ko'rsatmagan. Yo'q, ko'rsatursin. Baribir hayotda hamma o'zining tajribasini, o'sha g'ayrligini ko'rsatgan ota-onani jiyaningiz ham
qaysidir vaqtdan keyin haqiqatni ko'radi. Ha, to'g'ri. Baribir ko'radi. Bu narsalar men ko'p ishlaymanda, ammalarni yomon ko'rsatib qo'yish, xolalarni yoki bo'lmasa ammalar onasini yomon ko'rsatadi, xolalar onasini yomon ko'rsatadigan bolalar bo'ladi. Vaqt o'tgandan keyin bola baribir hayotda oq qorasi ko'rinadi-ku, kim qanaqaligi. Ana o'sha paytda o'zi xulosa chiqarib oladi. Lekin siz bu yerda zo'r motivatsiya berib yuborgan paytingiz ham bo'lishi mumkin-da. Mana men yoshligimda oyim olib berganini kiyardim-da faqat. Oyim nima bersa o'shani kiyardim. Shim kiydirmaslik, yubkali shimda chiqardi. Lekin o'zim ham xohlardim nimalardir kiyish. Endi pulim bo'lmaganda 13, 14, 15 yoshimda o'rtoqlarim zo'r yursa xohlardim. O'shanga o'rnimga qo'yib ko'rmayman-da ularni. Yana bolalikda ham o'zingizda yopilmagan narsalarni boshqalarga defitsitni yopib O'shanga berish. pul yaxshi narsa-da, xursand qilasiz hammani. Конечно. Yo'q, bu zo'r effekt. Maza Aytyapman, bir qiladi. tomondan ularga motivatsiya ham bo'ladi-da. Demak, men mehnat qilsam. Xo'p, muvaffaqiyatingizni oxirgi anaqasini aytmadingiz Gulzoda. Men kuni buni o'zimga skrinshot qilib sizga yubordim. Muvaffaqiyatimni siri sizlar endi uyg'onguncha men Samarqandga borib qaytyapman dedingiz. Ha, o'shanda yozib qo'ydim. Mehnatdan umuman qochmaysiz. Bu nima? O'zingizga o'zingiz qanaqa qilib mana bu majburlash sizda bor. Qanaqa qilib o'zingizni turg'izasiz o'rningizdan. Men aytaman, mana ko'raman, Gulzoda kasal bo'lmaydi. Gulzoda dam olish kuni yo'q. Gulzoda charchamaydi. Soat 3 da qayerdandir uchib kelgan bo'lsangiz, 7 da bo'lishingiz kerak bo'lsa, 2 soat uyqu bo'lsa ham borasiz o'sha joyga. Bu nima disiplina? Qayerdan? Kim shakllantirgan sizda bu disiplinani? Hamma opa-singillarda bormi yo faqat sizda bormi bu? Bu faqat menda bor, bu xarakter onamlardan o'tgan. Onam haligacha tinmaydilar. Ertalabdan turardilar-da, ishlarni qilib tapir-tupur. Endi ko'rganman-da. Aytadi-ku, bola eshitgandan emas, ko'rgandan tarbiya oladi deb. Shu oyimning xarakterlari menga o'tib qolgan. Bir xilgi payt yaxshi deyman, bir xilgi payt yomon deyman. Nimaga yomon, nimaga yaxshi? To'xtatolmayman-da o'zimni mana shu. Uyda jimgina o'tirolmayman. 1 kun, 2 kun, 3 kun. O'tirsam urushib qolaman bu kun bilan. Yo, bu kun bilan urushib qolaman, yo kambag'al bo'lib ketaman deb o'ylayman, bilmayman. Shu qimillab turishim kerak har doim. Kambag'alchilik shunchalik qo'rqitishi mumkinmi odamni? Tim bo'li siz mana boy oiladan chiqmagansiz-ku, qo'rqaman deyishingiz uchun. Yana chiqib ketaman degan tushuncha yo'qmi? Qatga tushsam ham, men yana o'sha nuqtamga borib ola olmayman. Chunki sizni hech kim olib chiqmadi-ku, o'zingiz chiqdingiz. To'g'ri, men erim yomon qo'rqitadi-da. O bizada krizis. Bizada bittani o'qisam ham bunaqa bo'lib ketadi. Bunaqa bo'lib ketadi hali. Ehtiyot bo'lish kerak, mana shunaqa qo'rqitib qo'yganlar-da, tushunasizmi? Farqi yo'q, sen kimsan, qanaqasan deb juda ham qo'rqitib qo'yganlar. Kelajagini qilish kerak, kelajagini qilish kerak. Lekin bo'lmasa ishoning, men sizni tinchlantiray. Siz pastga tushsangiz ham undan balandga chiqa olasiz. Chiqa olaman. Chunki shuncha payt sizni hech kim olib chiqib qo'ymagan, siz o'zingiz olib chiqqansiz, demak dalshi ham qila olasiz bu narsani. To'g'ri. Tushsam yana chiqa olaman. Demak, bugungi suhbatimizda men sizdan intervyuimizdan olgan xulosalarim. Odam muvaffaqiyatga erishish uchun birinchidan disiplina juda ham muhim ekan. Ikkinchisi o'ziga bo'lgan ishonch, o'ziga ruxsat berishi va mehnat. Tajriba. Tajribani topib xatolar orqali olinadi. Demak, bugun sizlarga aytmoqchi bo'lganimiz mana Gulzodani misollarida ko'rsatdiki, inson har qanaqa vaziyatdan bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi nuqtada o'sganidan qat'iy nazar, u agarda o'zida mana shu holatlarni shakllantirsa, o'ziga ishonch shakllantirsa, o'ziga ruxsat berishni, disiplinani, mehnatni shakllantirsa, xohlagan muvaffaqiyatiga erisha oladi. Bu sizga kimdandir orqadan kuch berib turadigan yoki sizni podдержка qilib beradigan odamlar bo'lishi shart emas. Sizni hayotingizda sizni eng kuchli podдержка qiladigan bu o'zingiz bo'lasiz. Qo'shilasizmi? Qo'shilaman, lekin menga ham podдержка kerak bo'ldi, oldingizga keldim. Misol uchun agar Emotsionalniy podдержка. ha, emotsionalniy. Baribir hayotimiz davomida yoki psixologga o'xshagan ota-ona, opa-singil, donishmand odamlar hayotda tajribani ko'rgan. yokida psixolog kerak, yaxshi. Pul maqsad uchun emas, kimyo 3000 ga boringlar demayapman. Siz oldingizga keldim. Agar o'shanda o'sha insonni tavsiyasi bilan oldingizga kelmaganimda, balki hozir ham muvaffaqiyatli ayol, lekin yolg'izona bo'lib qolgan bo'lishim ham mumkin edi. Sababi bilasiz, ajrashish yoqasiga kelganimda yig'lab oldingizga kelardim. O'shanda qanaqadir maslahatlar oldim sizdan. Bu muvaffaqiyatli inson bitta o'zi cho'qqiga chiqib qoldi degani emas. Baribir hayotiy tajriba yonida oqqa oq, qorani qora deb bilmaganni o'rgatib turadigan insonlar bo'lishi kerak.
O'shaning uchun Sizga katta yaxshiyam rahmat. bor sizda. Sizga rahmat. Rahmat. Man har doim sizdan motivatsiya olaman. O'zimga sizdan. mani doim mana telefonda gaplashganni o'zida energiyaga to'ldiradigan, odamni o'ziga ishonchi o'stirsa bo'ladigan, har doim ko'rib mazza qiladiganim Gulzoda, sizga katta rahmat, ishonchingiz uchun rahmat, bugungi vaqtingiz uchun rahmat. Sizlarga ham Minnatdorman. rahmat. Farzandlaringiz rohatini ko'rib, oilangiz bilan bundan ham zo'r muvaffaqiyatlarni birgalikda, ana jumla bor edi, farzandlaringiz rohatini rohatda ko'rish nasib qilsin. Rohatda ko'ring. Rahmat hammangga. Rahmat. Komil opa, keling mana bunaqa qilamiz. Baribir muvaffaqiyatga erishishga ozgina bo'lsa ham mablag' kerak. Balki bizani ko'rayotgan ayol qizlarimiz endi biznes boshlaganlari bordir orasida. Eng chiroyli kommentariy yozgan opa-singillarimizdan ichidan bittasini o'zim yoki siz tanlab olasizda. Va men ularni qanaqa bizneslari bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, uyda pishir kuydir qiladimi, tikuvchimi, storiesimda reklama qilib beraman. Super. Ko'p bo'ladi. Menimcha bunaqa imkoniyatni qo'ldan yutqazish zo'r. Chunki eshitdinglar reklamani nech pul turishini Gulzodada. Chiroyli kommentariy yozib ketinglar va kommentariylarni oxiriga o'sha sizlarni Telegramda nima ism orqali topsa bo'lishini ham yozib qoldiringlar. Biz sizlarni qidirib qiynalib yurmaylik. Zo'r. Kutaman sizlardan hammadan kommentariy. Muvaffaqiyat tilab qolaman. Chunki aytayotganimdek, bunaqa imkoniyat har kuni, har joyda bo'lmaydi. Yes, endi hech kim so'kib yozmaydi.